Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun sizlar uchun keng assortimentda mollarni zo'rlana kelib qo'yganmiz. Mana bu laykni bittadan bosib qo'yinglar. Bugun paltarashga buqa so'raysizmi? Mana bunaqangi shved hunajillardan so'raysizmi? Sistemli hunajilardan so'raysizmi? Hammasidan bor bugun xudo xolasa. Xudo xolasa telefon qilinglar, ishni bitiramiz. Assalomu alaykum Shovon Chorva nashaddiy obunachilari, chorvador aka-ukalar. Go'zallaridan sizlar suratlaring biz topib qo'ydik. Video boshida bittadan laykni bosib, obuna tugmasini bosib qo'ysalaring. Xunojin Novos sistemda yemga tayyor hamma assortilardan bor. Manzili qayerda deysizmi? Manzili Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Saroy qishloq Shavon mahallasida haftaning xudo xolasa chorshanba kuni 8-iyul 2026-yilda video syomkamiz aka-ukalar xonadonida bo'lyapti. Xudo xolasa Abdulaziz o'zlariga uchrasak, chiroyli qilib ma'lumotlarni berib, narxlarni yoritib beradilar. Assalomu alaykum. Shuhratjon aka, yaxshi kelib oldingizmi aka? Tuzumsiz? Ishlar bilan charchab qolmang. Allohga shukr. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum obunachilar, hammalar tinchmisizlar? Ishlar bilan charchab qolmay yuribsizlarmi? Sizlar uchun bugun ham xudo xolasa videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. O'tkazgan vaqtlargacha misli. Mana bu like tirsilatib bosib qo'yinglar xudo xolasa. Kayfiyat aka zo'r xudo xolasa. Aka, xudo xolasa bugun mol og'iz kelmagan salarni og'izini keltirib beramiz aka. Gap yo'q. Birinchi bash maydalardan boshlaylikmi? Bo'ldi, ketdik aka. Hali 7.200 ming deb bitta yozib qo'yasizlar va 7.300 ming deb. Qani o'sha biz oladi desa mana boshqa qo'yib qo'yamiz biz. Ani, gap. Mana bir jala xudo xolasa. Rangi boshi ham kelishgan, sifati ham zo'rlar aka. Emadi aka-ukalar, xudo xolasa hashagamidi. Rangi boshi, sifat, sorti, qoni hammasi ideal holatda, xudo xolasa aloqaga chiqadi. Olish kerak, boqish kerak. Olish, boqish kerak. Yosh oilaga akalar 1 oy, 1,5 oy shunaqa. O'sha 40 kunlikdan o'tgan xudo xolasa. 40 kunlikdan o'tgan. Xudo xolasa mana ma'lumotlari go'da boshlar. Enasi yetim tashab ketganlar. Teva yetilaveradi mana joydan hozir turolmaydi hozir. Metr bo'yi sotiladigan mollar emas, sababi kichkina. Xudo xolasa kindihli variantlaridan zo'r ikkalasi ham xudo xolasa. Olish kerak, boqish kerak. Mana olasiga ish qozirsangiz unisini, bunisiga ish qozirsangiz bunisini narxini hozir mana. Mana narxiga aytdim-ku. Qo'yib beraman istadim, qo'yib beraman misol uchun. Olishsin 7.200 mingdan maqsad sotish. Ikkovini tanlab olsa ham shu narxga ketaveradi. Ketaveradi siz uchun aka. Barak. Siz obunachilarimiz ketaveradi. Xudo xolasa aka-ukalar mollarni ortiqcha. Mana bu ikkita menga qoravoydan keladi, shikalant rangidan keladiganlarga ketdi mana yana bir. Qozlariga tavsiya etamiz. Mashalloh, ostiga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Joning sog' bugun. Zo'r. Xudo xolasa akalar, nima dedi? Sutdan ajragan, ozgancha ozib, ideal holatga kelib, joning sog' bugun turishini qarang. Bir jup aka. Like'larni bosib qo'yasizlar aka-ukalar. Aka, bular ham xudo xolasa narxi o'ta yengil. Bugun xudo xolasa o'zi ko'rib turishgan bo'lsa, ikkistalay yig'aylachi mana bo'ldi. Aka, mana shu ikkalasini bor. Eng kami ham 8.5 chiqaryapti. Eng kami. Bugun aka 8 dan emas aka. Jupini 8 dan 16 million bo'ladimi? 15.5 yo'lisdan obunachilar. Barak! Yotdanga rahmat, gap yo'q. Malades o'g'il bola. Xudo xolasa akalar padishkada bo'lib turasizlar. Keyingilarni ko'rsatib sizlar uchun. Endi keyingilarga haqiqiy sigir yo'nalishiga zo'rlanib so'rashamiz. Sut yo'nalishiga tavsiya etamiz aka-ukalar, sababiki birinchi o'rinda mana Abdulaziz. Ostilar aka. Bittasi 4 tomonda. To'rtta apparati живой mana bu. Bunisi ham sherik ekan shekilli. Mana shu ikki bir jup. Joning. Ko'rindimi aka? Bo'ldi, ko'rindi. Video davomida mana urib ketamiz. Oyoq qo'llari, stoykalar, korpus, mana qarang aka. Aka buni so'zi ko'rinib turibdi, sifat ha. Qarang. Sorti a'lo. Aka, mollar oldi ketdi, bir xil mollar aka. Xudo xolasa uy oltiradigan mollar. Ya. Aka mana. Kichkini chiqaring, kichigini ko'rsatib qo'yay sizga. Nima deydi, sizlarga maqtayapmiz, arziydi-da maqtaganga. Mol o'zini o'zi hammasi maqtaydi, puliga yarasha aka-ukalar. Lekin hamma narsa reklama. Mana. Kellarni o'zi ham $1000 yuradi-yu. Xudo xolasa zo'ridan aka mol. Xudo xolasa. Olish kerak, boqish kerak aka mollarni. Xudo xolasa aka jonivorlar sal katta qilib qo'ysin. Qochormoqda kelib qolsin, mol narxi o'zi aka boshqa ketadi bu mollar. Bir jupa. Bir jupa aka. Bugun aka siz obunachilaringizga mollarni qo'lingizni bering. Oldim deysin 27.500 mingga beraman. 27.500 ga savdosi o'zlariga bor. 27 million. Barak! Gap yo'q. Malades lekin aka. 13.5 dan olishsin mana katta. Ko'cha tilida aytgancha padarga molmasda. Mana qarang. Achkalar aka mollar. Xudo xolasa zo'r sifat sorti. A'lo. Dastavkasi Toshkentgacha. Aziz aka, dastavkasi aka Toshkentgacha vodiy bo'ylab o'ylashmasin. Qaysi bir yoqdan telefon qilishaversin, ikki juplab sotmayman aka.
Yakkalab sotaveramiz aka. O'zbekiston bo'ylab bomba chiqarib Ha, beramiz. kelishilgan holda aka kelishaveramiz bir hafta hammasini. garantiyasi yemoq ichmoq sixlatib qo'ymaysizlar akalar, sababini qilib chiroyli qilib boqsalaring baraka topaveradi aka. Endi mana bu yerda aka Mollar aka. yana 3 ta bir-biridan go'zallar aka mana. Qolsa tushdi bunisi ham. Qo'ng'irishib aytamiz aka. Bunisi ham tushdi aka akalar. Xudo qolsa. Mana bunisi. Tushdi ha. 3 ta mana. Aka, uchalasi ham bir-biridan go'zal aka mollar. Bir-biridan go'zal, chiroyli variantlari mana turibdi. Sotuvda. O'ynab, kulib, chiroyli holatda turib, sog'lik salomatligida hech xavotir olmaysizlar. O'zlaringga o'sha ijtimoiy tarmoq hammasidan bor hozir yangi qanaqadir ijtimoiy tarmoq chiqib bundan ham Hammasi bor. Telefon qilishsin, ishni bitiramiz aka. O'zlariga qilib qo'ymoq, qaysi biri yoqsa, menga mana shu mol yoqdi uka deysa, tashlab beramiz отдельный videolarni aka. Narxida endi bo'ladi, ha. Aka kuttirmay obunachilarimiz mana mollarni o'ynayki o'ynish demayman bularni. Bo'yi bir xil mana ko'rib turibsiz a? Hammasi ideal. Bo'yi bir xil. Narxini aka 1 million kam demayman. 1,5 million kam ham demayman aka. Mana mollar narxini aka bir joyga tortdim deysa, tortdim 11 million obunachilarimiz. Baraka. Gap yo'q lekin akalar normalniy narx bo'ldi, ishonavering. Optimga olishsa 11,5 dan, 11 dan. Tallab olish 11,5 dan tallab olishaveradi. Mana akalar 500 ming belgisi bor ekan, xudo xolasa lekin savdo uchun aytilayotgan narxlar aloqa chiqaverasizlar, shuni belgilab qo'yibdi, voy magazin emas. Endi yana bitta zo'r gap aka mana qarang. Buni ham sifati zo'r mol. Hamma yo'g'i kelishgan a. Bizda kelishiga qarab ketish bilasiz. Mana shu mollar bir xil turibdi gavda boshi. 90 plyusda hammasini bo'yi. Narxi aka bular 11 dan qo'yib berdim mana. Bunisini aka 1 million kam emas, 1,5 million kamiga olasiz. 1,5 million kamiga. 9,5 millionga sotdim aka mana. Realni. Realniga. Ketdi aka ukalar mana 9,5 ga lekin bu topolmaysiz uncha joyda. Mana bunisini aka bugun imkon qadar bo'ladigan narx qo'yapman aka. Maqsad sotish. Pulni bo'shatib bozorga haydash. Yangisiga harakat qilyapmiz aka. Bunisini aka 9 millionga olishsin. 9 million so'mga. Ha, qarang aka, hajjoning son. Bo'ylari aka 90 ga yaqin, 88 chiqaveradi. 80 dan pastmas ekan bu yerdagilar. 80 emas, 85 ham yo'q ichida beradi. Yo'q, endi misol deyapman. 80 dan pasti yo'q demoqchiman. Xo'p. Aka, keyingisiga bo'ladi, bitta ikkita qilmaymiz. So'rrini bitta qo'yib berib qalaman aka. Bir joyga tortdim degan aka-ukalarga, lekin mana shu kichkina buqon narxida aka, mana kattalari ham ketaveradi. Kattalar ham ketaveradi. To'rttasi bir joyga aka-ukalar. Olib pakkani ko'ring aka. Joning hisobiga mana yonboshdan ham ideal holatda turibdi lekin. Aka, eng qiziq narsa endi bu narxida-da. Bitta ko'rsatmadi aka. Mana birinchisi misol uchun. Hop. Mana bu ikkinchisi aka. Achika mol aka. Mana bu uchinchisi. Uchinchisi. Mana bu to'rtinchisi mana. To'rtinchisi aka-ukalar. Olib pakkamiz. Mana hozir. Aka, bitta ham bir joyga kitobini shunday yopamiz a. Bo'ldi yap aka. To'rttasini bir joyga tortdim desan aka 14 million so'mdan kichkina mol narxida kattalari ham ketaveradi. Savdosi bo'ladi o'zlariga. Savdosi aka bo'ladi. Har doim bo'lib kelgan, bundan ba'di ham bo'lib ketadi aka. Mana. Nech pul o'tib beray bo'pti, o'ylanib qoldim. O'tib beravering endi to'rttasidan bunday bir qop kelyapti. 100 ming o'tib bersam bo'ladimi? Bo'ladi. Aka 100 mingdan maydalashmayman, 200 ming o'tdim aka. Baraka. 13 million 800 dan aka rasprodaja bugun ketdi. Ablar sen bilan tortishmayotgan sabab bor uka. Men hijolatga qo'yib hali vijdonim bor-da. Shunda ko'rib molni o'zi bozor bilan qiyoslab o'zim chiqalganim yo'q, videolarni tomosha qilaman hamkasblarga. O'shanga qarab o'zi o'tib ber deganim hijolat qildim, lekin gap yo'q. Talashmayapsiz deyishlari mumkin. Talashadigan narx qo'ygan yo'q-da. Aka-ukalar. Qo'ldan kelgancha yengil qilib beraman, lo'z qildim aka men, xudo xolasa. Foyda qilib qolsa bittasidan xudo xolasa. Shu. Aka ikkalasi ham buqa, biri shved, biri qora aka mana. Ozgina. Lekin narxi lekin o'ta qulay bo'ladi bularda aka. Chiroyli. Hop. Narxini aka u 12 million 11,5 million demayman. 11 ham demayman aka. Mana molni bir joyga olishsan aka 10 million 750 ming so'mdan sotaman. 50 ga. Telefon qilsa, olishsa 10 million 700 shu gap kerakmi? Baraka. Sababi 100 ming ham pul. Ha, aka tallab olishga ham 11 emas aka. 200 ming kam. 10 million 800 dan qaysi biri yo'qsa tallab olishaversin. Mana ideal holatda aka-ukalar, lekin chiroyli lahva bo'ldi. Mana buqani ham ko'rsating aka. Arg'amchiga tushmagan aybi. Hop, mana. Sifat, sorti ideal darajada. Hamma yo'g'i yaxshi. Yaxshi, dalada yurgan buzoq. Dalada yurib o'zi katta bo'lgan. Mushuklarni yemasa bekarga beraman aka. Gap yo'q lekin. Oyoq qo'lini ko'ryapsiz baquvvatligini. Sog'lik, salomatlik, asab kayfiyat hamma yo'q. To'shini qaytarib turibdi aka mol mana. Saqichi bonus. Xolasa aka-ukalar aloqa chiqasizlar. Yaxshi gapirib yarim puliga ham olaverasizlar. Aka bunisining narxini bor-ku, o'ta arzon qo'yib beraman. Ana shulardan ancha kuchli buzoq, o'zi asli. Mana molda aka 12 million qo'yib bersam ham meni hech kim so'kmaydi. 11 ham demayman lekin men. 10 million 500 mingga olsa, novvos bu ham. Baraka. Gap yo'q lekin. Mana 70 ga 69 aka-ukalar. Xudo xolasa quloqlari
Haligi telefon nomerida qisqasi. Telefon qilaveradi qizlar. Qo'pol qaytgan. Xo'p, Hunajilladi. Hazır, hammasi. Nechtasi ketadi? Aka, mana shu o'zini yakka qo'yib beraman. Hop, bitta mana. Bitta. O'qa. Aka, qiziqtirishga ya bir haligi PR emas. Narxni eshitib aka shokka tushishadi aka. Dangaliga. Mana men ham shokka Hunajin narxida. Mana shuni Hunajinni ham bozorda 15 million deyishadi, to'g'rimi? Aka bu novvos. Men 15 million demayman aka. 14 million bor aka sotdim. Baraka. Gap yo'q lekin, yaxshi boshlanyapti, xudo xolasa. Aka, mana buni eshitsangiz vaqt hayron qolasiz aka. Mana buni eshitib Shved hammasi bor ekan. Aka, hamma turidan bor. Yosh oilaga 8 oylik, 9 oylikdan 1 yashargacha. Mana shungacha mana. 6 tasini bitta qo'yib beraman. Mana. Birinchisi aka ukalar ideal holatda. Birinchisi aka mana ketdi. Hop, mana birinchisi. Xohlasangiz dalada, xohlasangiz uyda boqing. Mana bu ikkinchisi. O'z dalada yurgan buzoqlar. Ha, yo'q endi misol. Bir qo'ra 6 tasi, bir kishining moli. Xudo xolasa bir kishiga sotaman. Mana bu uchinchisi. Hop. Mana bu to'rtinchisi. To'rtinchisi, lekin ozgina yetalar yemga tashlaverasiz. Mana beshinchisi. Lekin yemlab boqqan inson bor-ku. Menga jas sifati muhim emas, menga foydasi kerak degan obunachilarga bu. Dangaliga. Go'shtga shunday nima qilarsiz, ziyon qilishmaydi, bilasiz. Mollar zo'r. Bo'ylari eng pasti ham 1.8, haqi 1.15 gacha. 1.15 gacha aka-ukalar, hammasi novvos ideal holatda. Yemdirasini ham ko'rmagan, ochig'ini aytaveramiz. Nima yem ko'rmagan mollar? Sizga borib mollar yo'q, bu mollar qarib ketgan, kurash qilgan degan obunachilarimizga mana eng shoh katta sotlaveradi akalar. Eng shoh katta gavdasi ham kattasini tishini ko'rsatamiz aka. Keling. Xolasa. Mana. Jon hisobi. Ko'ryapsizmi aka? Hammasi bo'zak hali, tish yorishga ham kelmagan. Xolasa. Mana. Aka, bular yemdi shaydosi. Olib borib, ko'p berishmaydi. Oz-ozdan berib, bir to'ra yetalashsin, suyagi o'sib o'ziga kelib olgandan keyin bitta yemni bosib 2 oy 3 oy boqsin. Ana foydani xudo xolasa qilgandan sotgandan keyin uka rahmat deb qo'yishadi bo'ldi. Gap yo'q. Tushib kerak bizga. Qani. Narxi ham aka o'ta arzon bo'ladi. Bu 17, 18 yo'q. Pastami? Bunaqa narx yo'q aka bu mollarda. Aka, mana mollarni bir joyga tortdim desa aka 15 million so'mdan rasprodaja ketdi akalar. Baraka. Buni so'ramaydi qanqa ishonaver. 16 dan baland aytasan turib, Abdulaziz. Aka, hazil akalar. 15 millionni olsan aka. Buni qarang. Endi bilmayman kimga qanaqa ko'rinyapti, meni gapim men uchun rost, siz uchun yolg'on bo'lishi mumkin, lekin arzon. Akalar, shoshilib olaverasizlar, xudo xolasa. Yana bitta gapmi aka? Aka, optimaga urdim deysan aka. O'taman, chiroyli o'taman, maqsad sotish. Tangali gap. Bitta erkakcha hangama aka 15 dan tanlab olsin, 14 million 800 dan ketdi aka. Baraka. Alloh barakasini bersin. Maqsad sotish. 200 ming akalar. $100 foyda. Shunday yana o'tib beryapti. Aka, mana bu nima deyapti? Semental gibridimiz aka. Oyoq. To'ri burchakligini ko'ring molda aka. Oyoq qo'llari deysin. Havas qilsa arzuradigan ekan bu ham, ha. Bo'yi 1.10 plyusda aka. 1.10 plyusda aka-ukalar bo'yi, lekin yosh oilaga 8 oylik buzov. 8 oylik buzov. Mana aka, endi bunday gap isboti bilan mana. Mana shu bundan katta mollarni 15 dan qo'yib berdim, to'g'rimi? Mol bilan endi aka, mol bilan molning farqi bor aka. Bu molni agar 15 million so'rasangiz, ko'tingizga bir tep hayda beradi. Dangali gapda. Aka, mana mol narxini 20 million, 22 million demayman aka. Telefon qilishsin aka, mana molni 19 ham yo'q. Orasi 18 millionga sotdim. Baraka, gap yo'q. Akalar, mana mol katta, nimaga arzoni bu kichkina qimmat degan akalarga sifat sorti. Bularga kelgan nimasi bor, sarmoyasi bor. O'shanga qarab hisobini chiqarib, ozgina foyda qo'yib sizlarga toza paltarashga bo'lgan kerak deysiz mana. Aka. Lekin bu ham pachkani. Hamma yo'g'i yaxshi gabaritlar, oyoq, qo'llar. Bu qani lider aka, xudo xolasa. Bo'yi chiroyli o'sadi hali. Aka, mana orqa boshlarini ko'ryapsizmi? Molni ko'rgan odam o'zi. Ozgina et kirsa, mana kalla ham to'ri burchak kallata. Ozgina et kirib, mana molga janvar yem-pem yalab yaltirab qolsa, bu mol o'zi molxonada bitta bo'lib turadi-da. Xudo xolasa. Endi kelganda o'zi ko'rganda mol ko'rganda charchab oladi, chiqib ketadi aka. Kun bo'yi bo'lgan asab buzar, misol uchun ko'ngilga yo'qmagan qancha bo'lsa, hammasi undirib ketadi. Xudo xolasa aka. Narxini eshitib bor, qulog'i chapaloq chalib. Qizig'i narxida. Qizig'i narxida aka, xudo xolasa. Aka, haligi chapaloq bo'lib qoldi, hapa urishmaydi. Aka, narxini bor-ku. 23 million, 24 million emas aka. Buni molda aka 20 million, 500 ming so'm. Boring ana, uka men ish qildim deysin, 20 millionga beraman. Baraka, otangga rahmat. Gap yo'q aka-ukalar, aloqa chiqib, like'larni bosib qo'yasizlar, kommentariyada arzon. Mana baraqani ko'chat buqalar aka 40 million ham bo'lmayapti aka, 38 millionga jupi ketdi. Mana hisobi 48. Endi shular yoniga bitta Hunajin qo'shib qo'yman desa ketdi mana. Hunajinni ham zo'r aka. Hunajinni kattaroq variantidan.
qiziqqan obunachilarimizga xudo xolasa akalar ideal holatda Arg'anchilar tushmagan aybi. akalar arqonga tushmagan charchov, buni to'g'ri tushunasizlar. Molni charchovi bir kunda chiqmaydi. Bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Rumiydi gapi bu. Aka hamma gap narxida. Xolasa, qani. Orqoshlarini ko'ring, pachkalagan ekan oldi. Bundan bitta Butunidan oldi. Boru, novvos bola berib qolsa, xunojim bersa mana shu bo'ladi. Bundan katta bo'ladi. Endi novvos bersa endi o'zlaring. Hali o'sadi aka bu. Endi bir ishlar o'tgan biz hali o'sadi. Kvadrat bo'ladi. Aka, molni narxida eng qizig'i senasi. Qani. Mana molda aka telefon qilsin 16 million so'mga dastavkasi Toshkentgacha Bag'vodiy bo'ylab o'ylamasin sotdim aka. Ketaveradi. Ketaveradi. Barak. Xudo xolasa layklarni bosib qo'yasizlar. Bugunga tugadi. Bugunga tugadi aka, xudo xolasa qaysi molimizga so'zimiz yoqqan bo'lsa telefon qilsin aka. Qo'ldan kelgancha kelishtirib chiroyli beramiz. Aytayotgan narxlar hammasi savdo uchun. Nima ishlarni bitirib Maqsad sotish o'tamiz aka. Gap yo'q. Tars sotamiz xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, obuna tugmasini bosib qo'yasizlarga. Sifat, sort, a'lo, ideal. Hamma bob mollarda chiqarishda davom etamiz. Namangan, To'raqo'rg'on, Sariy umrlaringiz, rizqlaringiz, chorvalaringiz baraka tilagan holda har doimgidek videomizga yakasimiz e'tibor uchun rahmat.